Qurbonlik qilish islom shiorlaridan biridir. Alloh taolo Qurbon hayiti kunida bizlarni hayit namozini o'qishga, qurbi yetgan kishilarni esa qurbonlik qilishga buyurgan. Qurbonlik qilishning vaqti hayit kuni tong otishi bilan kiradi va 3-hayit kuni quyosh botishi bilan chiqadi. Qurbonlik qilishni hayit namozini o'qib bo'lgandan keyin boshlanadi. Alloh taolo o'zining kalomida quyidagicha xitob qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Lan yanalalloha luhumuha va la dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kazalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum va bashshiril muhsinin. Ularning go'shtlari ham, qonlari ham zinhor Allohga yetmas, lekin unga sizdan taqvo yetadir. Shunday qilib sizni hidoyat qilgani evaziga Allohga takbir aytishingiz uchun ularni sizga bo'ysundirib qo'ydi. Yaxshilik qiluvchilarga bashorat ber. Haj surasi 37-oyat. Qurbonlikka so'yilgan hayvonlarning go'shtlarini ham, qonlarini ham Alloh taolo olmaydi. U zot ularga muhtoj emas. Qurbonlik qilishdan maqsad bandaning Alloh amriga itoatini, taqvosini namoyon etishdir. Banda ixlos bilan qurbonlik qilib Allohning yo'lida hayvon so'ymoqdami? Demak, o'sha bandaning Alloh taologa taqvosi borligidandir. Allohning roziligi uchun borini qurbon qilishga tayyor ekanidandir. Shu bilan birga qurbonlik qilish banda uchun Allohni ulug'lashga bir fursatdir.